Ko'ramiz, qiziqarli jang bo'ladi albatta. Avazbek Xolmirzayev bir tomonda, Vakamutsu kulrang shortikda jang qilyapti. To'g'riroq, hamyurtimiz kulrang shortikda jang qilyapti demoqchi edim. Vakamutsu qora aralash oq. Aylanma zarbalar. Avazbekda o'zi taxallus ham ninja bo'lgani uchun zarbalarni ham turfa xil ko'raverasiz hali jang mobaynida. Zeriktirib qo'ymaydi. Hozir mana bu yerda biroz xatoga yo'l qo'yapti. Bu yerda mana bunday tizza zarbalari ham ruxsat berilgan. Shu sababdan mana bu yerda tushirib olish kerak raqibni albatta. Pastga tushirib olsa nazorat qilish mumkin bo'ladi. Vakamutsu hozir zarbalar berib oldi yetarlicha. Endi mana shu zarbalarni javoban qaytarish kerak, ochkoda yutqazmaslik uchun. Hali vaqt bor, lekin boshdan harakat qilgan baribir yaxshi. Endi Vakamutsuda baribir birinchidan yosh tajriba bor, ikkinchidan u yuqori darajali jangchilar bilan jang qilgan, ya'ni Dimitrius Jonsonni aytyapman. Dimitrius Jonsonni bilasiz, UFC da qanday natija qayd etganini. Hozir burchakda nazorat qilyapti Vakamutsu. Mana bu yerda yiqitishga ham harakat qilib ko'ryapti. Harakat kam. Ammo mana bu yerda chiqib olishga imkoniyat bor. Zarba beryapti. Yelkasi bilan ham. Mana bu yerda esa takedownni amalga oshiryapti. Avazbek Xolmirzayev full mountga ham o'tib oldi. Tirsak zarbalar. Armbarga tortishga harakat qilib ko'radi, yo'q. Turib olishni so'rayapti, turdi. Tizza zarbasi va yana takedown. Xuddi shu uslubda. Oyoq tizza zarbasi bilan ham qo'shyapti zarbalarni. Bu yerda MMA UFC ga qaraganda biroz shafqatsizroq, to'g'ri. Takedown amalga oshishi mumkin yana. Bu safar bermayapti. Tizza zarbalardan ehtiyot bo'lish kerak albatta. Aylanma zarba tana qismiga. Takedownga harakat. Va raqib aylanib olib nazorat qilyapti hamyurtimizni. O'sha Sanjar Zokirov ham ushbu promotionda jang qilib boradi va yaqinda bo'lib o'tgan intervyuda u ko'plab detallarni ochib bergan edi ushbu promotionda. Ya'ni agar kimda kim ushbu promotion chempioni bo'ladigan bo'lsa, majburiy tarzda taxminan 3 yil davomida kamarni himoya qilish kerak. Ya'ni hech qaysi ligaga o'tib keta olmaydi, shartnoma shunday. Shu sababdan ham aynan Sanjar Zokirov xohlamagandi bu kamarni olishni. Va iloji boricha kamar jangidan qochib yuribdi. Mana bu yerda esa shu aks deydi zarbani. Mana bu yerda takedownga harakat o'xshamayapti. So'nggi soniyalar birinchi raundda aylanma tirsak zarbasi va raund nihoyasiga yetyapti.
Endi esa tanaffus va kerakli ko'rsatmalarni qabul qilib oladi Avazbek. Avazbek taking some deep breaths, constant movement coming from Kolmir Zayev in that one. Brian, talk us through some of the action in that shot. Yeah, incredible back and forth. I mean, just like DJ said, he's just chaining takedowns here from the overhook, turning through, getting him up with the hips, and then right into the mount, dropping the elbows. He had that armbar. It looked super tight. He abandoned it, but was happy to keep engaging, keep chaining the wrestling together. We saw flying knees, spinning kicks. You know, Yuya Wakamatsu has to find a way on the feet to set up that right hand to take advantage. You know, if he touches Homer Zayev, he's gonna get his attention. He can do some damage. A lot of the crazy strikes from Homer Zayev. Demak, davom etamiz. I mean, you look at Yuya Wakamatsu's forearms right now, the biceps, all that wrestling, his biceps are blown up from all that wrestling, so which makes his hands heavier. He's not gonna have that same pop that he usually has. Because Avazbek is doing a good job of forcing all the blood to those. Ikkinchi raund. Oldinga boryapti Wakamatsu darhol zarbalar bilan Avazbek esa takedown amalga oshiryapti. Turib olyapti Wakamatsu. Yana degan ovozlarni eshityapmiz. Albatta bu Avazbekka yo'naltirilgan ko'rsatmalar. Albatta ring arqonlarini ushlash mumkin emas. Tizza zarbalar bilan chiqib ketyapti Avazbek. Wakamatsu qo'lda xavfli. Oldinga boryapti, ko'ryapsiz-ku. Zarba bilan tutib olish payida. Tizza zarbasi bilan harakat qilyapti Wakamatsu. Takedown amalga oshyapti yana. Full mount o'tib olyapti Avazbek. Mana shu nazoratni yaxshi ushlamayapti-da. Yaxshilab belni oyoq bilan nazorat qilganda edi. Turib olyapti Wakamatsu yana. Yana Avazbekdan harakat takedownga o'xshamadi. Bu safar o'xshamadi. Oxirgi janglar ikkita oxirgi kamar jangi zarbalar bilan tugagan ekan. Mana bu yerda yaxshi zarba. Yana yaxshi. Mana bu yerda arqon xalaqit berib qoldi. Aks holda juda ham yaxshi holatda qolardi Avazbek. Qo'llar yopilgan, ilojsiz holatda qoldi Wakamatsu, lekin turib olyapti. Endi Wakamatsu harakat qilib ko'rdi. Takedownga yo'q, o'xshamadi. Mana shu pozitsiyada qolib ketib, tizza zarbalarini qabul qilib olayotgani albatta qiyin. Avazbek charchab qolmasa bo'lgani. Harakatlari charchashga tortyapti to'g'risi. Ko'p kurashib yubordi, tan olish kerak. Ko'p kuchini sarflab yubordi. Ko'p takedown qildi, lekin mana bu pastda ushlab tura olmadi. Mana shu sababdan ham raqib har safar turdi va u yana kuch sarfladi. Oldinda hali yana 3 raund bor.
Raqib o'zini yaxshiroq tutyapti Avazbekka nisbatan. Erkinroq nafas olyapti. Bizda holat menimcha ko'ngildagidek emas. Bir daqiqa vaqt qoldi. Mana bu yerda takedownga harakat qilib ko'rmoqchi va to'liq amalga oshmadi. Avazbekning o'zi biroz noqulay pozitsiyaga qolib ketyapti. Aylanma harakatlar bilan chiqib oldi amallab. Raqib oldinga boryapti. Mana bu yerda low kicklar va zarbalar bilan yaxshi raqibning partner bo'ldi. Tugadi. Avazbek Xolmirzayev ikkinchi raundning oxirgi soniyalarida chempionlik yutug'i bo'lsa mana shunday bo'lsin. Chempionlik jangi bo'lsa mana shunday bo'lsin. Qanday chiroyli nokaut do'stlar. Bilmadim agar mana shu raund ham nihoyasiga yetib, keyingi raundlarga o'tib ketganimizda nima bo'lardi, lekin nokaut yaxshi bo'ldi. Keyingi raundlar qiyinlashib boraverardi. G'alabani nishonlayapti Avazbek, ninja uslubida albatta. Takroriy lavhani tomosha qilamiz. Avval o'zi zarba bergan ekan va Kamusi, keyin esa javob zarbasini qabul qilib oldi. Mana bu yerda esa qo'shimcha zdachisiga ham urib qo'ydi endi. Aylanma zarba va spinning elbow zarbasi bilan nokaut qayd etilmoqda. Mana shu raqib yotganda zarba berilsa ko'p MMA muxlislari, misol mana shu efirni ko'rayotganlarni ba'zilari ham e'tiroz bildirishadi odatda. Lekin jangchi jang qilyapti, intensiv kurashda aql doimo mana bu qarshisidagi odamni raqib deb ko'ryapti. Bunaqa vaziyatda kamdan kam holatda o'zini tutib tura olsa kerak jangchilar. Kamdan kam holatda. Albatta bu ataydan qilinmaydi, shunchaki raqib hali to'liq hushidan ketmadi degan odamning instinkti o'zida o'chmagan bo'ladi. Men qilsa ham raqib qachon to'xtatishsa, o'shanda yutgan bo'laman degan narsa. Eshitamiz. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Mohammed Sulaiman, has called a stop to this contest after 4 minutes and 53 seconds in the second round for your winner by way of knockout and new bo'ldi do'stlar. Kamarni Vakamutsu topshirdi hamyurtimizga. Endi mas'uliyat hamyurtimizga o'tyapti. O'zbekistonlik ilk One Championship MMA chempioni. Intervyu olishadi endi.